Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Biz bugun Samarqand viloyatining Samarqand ichki ishlar boshqarmasining binosini oldida turibmiz. Ya'ni biz bu yoqqa kelishimizga asosiy sabab Sirojiddin Media kanalining admini Sirojiddin akamizni mana shu yerda hozir tergov jarayoni bo'lib o'tyapti. Ya'ni biz o'sha ertalab kelgan bo'lsak, shu taxminan 12 larda o'sha advokatimiz o'sha ichkariga kirib tergov jarayoniga qatnashdi. O'sha tergov jarayonida mana hozir xudo xolasa 21 soat ya'ni kechki 9 da chiqishdi. Ya'ni tergov jarayoni uzoq bo'ldi. Biz xavotirga ham tushdik, har xil holatlarga ham tushdik xullas. Lekin xavotirga o'rin yo'q ekan. Batafsil hozir advokatimiz o'zi sizlarga tushuntirib beradi. Nima holatlar bo'ldi ichkarida? Avvalambor assalomu alaykum. Hozir ichkarida Sirojiddin akani jabrlanuvchi guvohlar bilan yuzlashtirish jarayoni bo'ldi. Endi yuzlashtirish jarayoni o'zi doim shunaqa uzoq bo'ladi. Endi eng asosiysi shu yuzlashtirishda meni nima qilgan holatim tergovchi tomonidan shu yuzlashtirish jarayonida har bitta savol-javoblarga javobimizni oldik. Ya'ni tergovchi tomonidan bir tomonlama ishni ko'rmadi. Ya'ni o'sha Jinoyat protsessual kodeksining 22-moddasiga asosan haqiqatni aniqlash degan normamiz bor. Shu normaga menimcha rioya qilgan holda to'laqonli yuzlashtirish o'tkazildi deb o'ylayman. Ya'ni biz o'zimiz ham keltirilgan vajlarimiz, asoslarimiz, e'tirozlarimizni bildirdik. Shu jabrlanuvchi bilan guvohlarga o'zimizni nimamizni savollarimizni berdik. Endi tergov jarayoni bir tomonlama bo'lmadi. Ya'ni o'sha biz xohlagandek xolisona o'tkazildi deb o'ylaymiz. Endi hozirda keyingi yuzlashtirishlarni yana biz ko'ramiz. Bu holat bo'yicha ham batafsil aytamiz. Lekin imенно tergov jarayoni nima bo'lganini ayta olmaymiz, chunki bu tergov siri hisoblanadi. Ishni yakuniga ko'ra, ya'ni qanaqa holatlar bo'lganini mavjudligi bo'yicha biz o'zimizni fikrimizni tergov tugagandan keyin bildirib o'tamiz. Men hozir shu jumladan bitta ozgina qisqa savolim bor edi. Ya'ni o'sha ba'zi bir fikr bildirayotganlar tomonidan, ya'ni jabrlanuvchilar 20 tadan oshiq jabrlanuvchi bor degan taxminga kelgan. Shu qanchalik to'g'ri? Yo'q, endi hozir 20 ta emas, hozir jabrlanuvchimiz 4 dona jabrlanuvchi bo'ldi. Lekin ularda ham shu nimalar bor ekan, tepaga juda tergov siri bor. Endi juda oddiy holatlar. Demak, hozir 20 tadan yo'q, 20 ta jabrlanuvchi yo'q. Hozircha yuzlashtirishda 4 ta bo'ldi. Endi yana yuzlashtiruv bo'lar ekan. Endi qaysi holat, qanaqa holat, qancha jabrlanuvchi nimalar borligini bilmaymiz. Bu bo'yicha biz o'sha tergovchimizga ham aytdik, agar jabrlanuvchi bo'lsa, bizga dastlabdan yuzlashtirish o'tkazishdan oldin biz arizalar bilan, mazmuni bilan tanishib chiqaylik dedik. Tergovchi bunga ham e'tiroz bildirmadi. Ya'ni bu sizlarning huquqinglar, u nima ariza bilan ham tanishtiraman deb aytib o'tdi. Demak, hozircha bizda mavjud bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat. Agar keyingi tergov jarayonlarida iloyim hammaga yaxshilik tilab qolamiz. Iloyim Sirojiddin akam bola chaqasini bag'riga, farzandlarini, oilasini bag'riga eson-omon yorug'ingiz bilan qaytib borsin. Endi hozir mana shu yerda shu blogerlar, antikorrupsiyani xodimlari ham shu yerda Sardor akam bilan turibmiz. Mana shu ertalabdan kechgacha shu Sirojiddin akamni agar g'oyibona bo'lsa ham his qilib turgan bo'lish kerak. Biz shu yonida har doim yelkama-yelka turganmiz. Bundan keyin ham yelkama-yelka turamiz inshaalloh, xudo xolasa. Iloyim mushkul oson bo'lsin. Biz sizlarga qisqacha bo'lsa ham bir ma'lumot berishga harakat qildik. Agar Sardor aka sizda qo'shimcha bir gap so'z bo'lsa, bemalol. Menda gap xalqimizga-da, Otabek aka, avvalo Sirojiddin akamni qo'llab-quvvatlayotgani uchun rahmat aytamiz. Bir yomon fikrlar juda kam. Haqiqatan yaxshi inson deb bilamiz u insonni. Endi nima deymiz? Hozir g'oyibona qo'llab-quvvatlash deyapsiz. Eng avvalo Sirojiddin akamni taqdiri bilan xalqimiz befarq emas taqdiriga. Shuning uchun harakat qilamiz har bitta o'sha tergov jarayonlarida advokatimiz Xurshid aka bilan birgalikda kelib, mana shu narsani xalqimizga yoritishga. Bizni qo'llab-quvvatlab, duo qilib tursanglar bo'ldi. Hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Yanagi efirlarda ko'rishguncha.